Suyakning ichidagi mo'rtlashib qolgan suyakning ichida uni bir nechta devorlari bor. Bir to'da devor bor, son cheksiz. O'sha bir nechta devor yig'iladi. Devorlar o'rtasida qon yig'ilib turib, bir orolchalar paydo bo'ladi. Mana shu narsa gemangioma deyiladi. Shunga o'xshash narsalar paydo bo'lyapti. Bu chunki osteoporoz bor, avj olib ketgan. Ya'ni 20 yil oldin ham kamida Feruza opani belida bunaqa turg'un bir statik o'zini holati bo'lmagan. O'sha paytda ham liqillab yurgan mana umurtqa pog'onasi. O'zini joyini topa olmay, o'rnasha olmay. Hozir shaqir deb chiqayotgan bo'lsa, shu kechda davom etsangiz, davolamasangiz 3 oydan keyin qasr-qusur bo'ladi. Yana bir 6 oydan keyin, uzoq bir yildan keyin umuman harakat qila olmaydigan bo'lib qoladi. Bossangiz shunda nina bilan ichidan nina tiqib turgandek bo'ladi. To'ray va Rahima. Mikrofoningiz ochildi agar eshitayotgan bo'lsangiz. Boshimiz admin kirguncha. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, meni emirtimni ko'rib berasizmi? Ko'rib beramiz. Qani emirtingiz bitta yozib oling. Adminni profiliga. Adminni profiliga boshqatdan jo'natib yuboringlar. Nimaga jo'natgan? 2 marta jo'natdik-ku. Hozir admin yo'q. Men topa olmayapman. Agar qarasak birimizga qarab o'tiramiz. Jo'natib olsangiz tez ko'rishni boshlayman. Endi to'g'risi Odiljon, hozir aytmoqchi emas edim. Meni 3-da, 5-da больницаga yotasiz dedi. Telefon qilsa, kompyuterga tushmagansiz dedi. Hozir pulingizni qaytarib yuboraman dedi. Asabingiz unaqa bo'lib qolibdi, tuda deb men bilan picha tortishdi salim. Ochig'ini aytsam-da. Boruvdim-ku, 3-5-ga kelish kerak degandi. Yotishga borishim kerak edi. Hozir 20-ga deyapti. Ha, bo'pti, 20-ga bo'lsa ham aytadi, pulingizni qaytaraman deb keyin qo'yavering deydi. Bilmasam endi salim nima uchun nimaga o'zi uchun kim bu? Ha? Salim? Nima deysiz? Assalomu alaykum sho'rtama. Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa gapsiz bo'ldimi? Ha, bular keladi, xudo xolasa 20-yil chayna qilamiz birga. Nimaga kelamiz, qaytaramiz? Nimaga o'z daftarga tushirmagansan? Kimning xatosi u? O'sha kuni pul to'lab keldim. 1,5 million. Men yo'q kunim kelganda, men yo'q bo'lganman, pulni boshqa birovga to'lab ketganlar, daftarda yozilgan bo'lib chiqib ketgan, ba'ziga ko'rishgan haqida. O'shaning uchun ham 3-5-da keladigan holat yopilib ketgan. 20-ga yozib qo'ydim, bo'ldi, keladi bular. Tezroq bellon qilmasdir. Nimaga shuni vaqtida ogohlantirmaysizlar bo'lmasa? Kimning xatosi? Nafsning xatosimi? Yo'q, tushuntirib beraman o'zim sizga. Kasalga qanday tushuntirasan uni hozir? Pulni qaytarib berar ekan, kelmay qo'yavering dedi. Yo'q, kasal yaxshi bo'lib qolmaydi-ku bilan. Ertaga menga bildiringlar, ertaga shu narsani bugun o'zida bildiringlar. Hozir topman, menga efirni ochganda kimligini aytinglar, menga tushuntiringlar shu narsani. Men bu yerda jon olib, jon berib gaplashib yotman hamma bilan. Bu yerda sizlar o'zi kelgan odamni prosta tayyor pulni ham joyiga qo'yib tekstlab o'tira olmaysizlar. 3 ta odam o'tiribsiz shu yerda. Atay, mana sizlarni mana shu nima deydi, YouTube'laringga kirib vaqtlaring ketmasin deb oldlaringga bordim, ochib bermaganligi uchun 1 hafta kutdim. Keyin borib qolay deb bordim. Jonim og'rigani uchun aytyapman. Men o'ynagani borayotganim yo'q. Men shuncha bu yoqdan yordam qilyapman. Men orqamda bunaqa zulm qilmanglar sizlar. Men nima deydi, kelmay qo'yavering, men problema yaratmang deyapti yana. Men problema yaratganim yo'q. Men ochiq to'g'risini aytyapman. Men haqiqatni xohlayman. Unaqangi hozir. Menga kelib dalaj qiladi. Siz yozasiz keyin ichiga, Telegramga yozing. 5-ga degandim. Men Toshkentda, o'zi Sirdaryolik, Toshkentda 2 haftadan beri kutib o'tiribman. 5-chisla kelsa borib yotaman desam, mana muammoni bilan chiqib hal qiladi Rahima opa, bo'ldi. Hozir hal qilasiz, aloqaga chiqib menga boshqa odam ochib bersin hozir. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ha, uzr. Bo'pti, mayli. Salom och keyin. Hozir to'g'ri joyda telefon qilganda kimning xatosi bo'lsa joyiga to'g'rilab qo'y. Men o'zimni ammam kelsam, xolam kelsam, kecha xolamning qizi ketdi. O'zimni xolamning qizi keldi. Joy bormi dedim, so'radi, yo'q dedi. 18-ga yozib qo'yib jo'natib oldim Xorazmga. Ketdi, 18-da qaytib keladi. Men o'zim xolam qizini yoqtirdim, bu yerda pul to'laganim qolib ketadi.
Feruza Masharipovani ochdim. Ana kuni ochganimizda emotlarni noto'g'ri edi. Bu safar to'g'rilab tashlabdi. Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Yaxshimisiz Yaxshimisiz? Odil aka? Men Rahmat, omonmisiz? rahmat. Xorazmdan belim, oyog'im og'riydi, tizzamni ham, belimni ham emirtisini tashlab bordim sizga. Xorazmdanligingizni bildim. Aha. Masharipova deb boshqa deyishim qo'ymaydi. Men ham Masharipman-ku. Ha, Bir Namanganda siz- qo'yishim mumkin Masharip deb bo'ldi. Ha. Siz namanganlikmisiz? Yo'q, Xorazmlikman. Rostdanmi? Ha? Unda xorazmcha so'zlasam ham bo'ladi ukang? 200 marta bo'ladi. Ha, mayli. Laba eshitaman sizni. Men hamma Masharipova 50 yosh, 4-aprel 2025-yilda 18:48da Yevrometda Urganchda tushirgan emirdi ekan. Labay. Men o'zi hamma joyimda og'riq bor. Bu belimni og'riqiga 20 yil bo'ldi. O'sha paytda bir tushgandim MRTga. Keyin u tushgan namda diskada yemirilish bor devadi. Shu vaqtda bir davolandim bo'ldi. Boshqa davolanganim yo'q. Keyin endi yomon bo'lib boshladi. Shunga ham oyoq ham qo'shildi. Ana ikkisini ham tushurdimdan doktorlar ne dedi, ütilgan dedi. Keyin bir navi ming davolansang ham ne kuru og'riq qoldiruvchi bo'ladi dedilar. Keyin internetni ochib o'tirib sizni ko'rdim. Ana shunga bir maslahatingizni olajak edim. Hozir nima bezovta Bir ham davolanishni boshlamadim hali. Nima bezovta qiladi? Bezovta belimda yani Og'riq bor. og'riq ukol uradigan joyda. Ha, yana? Keyin tizza bukmaydi, o'tirib bilinman dizim. Yana? Oyoqni bukib. Keyin shu Og'riqdan tashqari nima bor? Achishish, uvishish. achish og'riydi-da. Uvish yo'q. Achishish qayerda aynan? Aynan tizzadan tizzani dapasida bo'ladi. Hamda ava keyin boldirda bo'ladi. Boldirda dizni pasında. Shunga 20 yil bo'lgan, ha? Belimni og'riqina 20 yil bo'lgan. Oyoqim bo'lsa 10 yildan buyon og'riydi. Tushunadi. Xo'p. Ikkalamiz birimizga gavdamiz bilan qarab turgan holat to'pxonasining ko'rinishi mana. Buni frontal kesim deydi, stir rejimida olib qo'yibdi. Koronarniy stir rejimida T2 stir. Bu yerda biz ko'radigan narsa umurtqa pog'onasini chanoq kompleksiga nisbatan satnashayotganini ko'ramiz. Biz ko'rsak kompensator C-образный skolioz bor. Bu ko'proq post traumatikka o'xshaydi. Meni tasavvurimda endi bemorda go'yoki chap tomondan udar bo'lganga o'xshaydi. Mana 3-4 bel umurtqasidan va nayza bilan ko'rsatgan joyimda mana udar bo'lgan belgilari bor. Travma mana shu tomondan bo'lgan, o'ng tomondan va chapga siljigan, keskin harakatlar bilan zdvig bo'lgan. Yiqilganmanmi endi? Bilmayman, yiqilganmisiz, avariya bo'lganmisiz, o'tirib qolganmisiz, nima qilsangiz ham shu yerdan travma bo'lganligini izi turibdi-da. Pastdami chanoq suyakda pastda? Yo'q, umurtqada mana cho'tka bilan ko'rsatyapman, nima bilan, o'zi strelka bilan. Bu yuqoriroqdami endi u? Ha, 53-54 ta. Men bu nechanchi yilda? Bundan bir 12 yil burun, hozir bolam 12 yoshida, bu 2 oylik bu qonimda vaqtida buza yiqilib tushdim. Shu nem bilan tushdimda, arqa bilan o'tirib qoldim buza.
ana shu vaqtında keyin doğanımdan keyin rengine tushsam, çatlagandan bitishib ketgan ina shu nada kaski xullas yani defesidan. Ana şurada davadilar. Şörmeken davadim. Mhm. Bunga lekin Yo'q, 12 yil oldu. yo'q. Bu ham eski narsa, no Tramash tomonidan bo'lgan shu aniq. Hop, ikkinchi endi fon bo'lgandan keyin stil rejimida kostning struktura, suyak strukturasi yana ham ko'rinyapti. Ochiq bayon. Hop, mana shu yaltirab chala fokus bilan turgan joy bu eski yallig'lanish. Modik bo'yicha ikkinchi signal deyiladi. Eski yallig'lanish asoratlari. Hop, mana ikkinchi bir nuqtasida ham bor, birinchida ham bor, mana qo'lni eski yallig'lanish asoratlari turibdi. Uning yonida endi yangi modik bo'yicha yangi o'choqlar mana. Bular bu vaqtning o'zida gemangoma paydo qiladigan nimaga o'xshaydi. Bu osteoporoz asorati. Bironta suyakni, bironta detali butun emas. Hamma joyda osteoporoz asorati, suyak ilma teshik ko'rinib turibdi. Hamma joyda yallig'lanishni eski va yangi turlari va o'sha u ikkalasi yo'q joyda suyakdagi osteoporoz asorati bir nechta balkalar qo'shilib, orolchalar paydo qilib, ular hatto gemangomaga aylanishga ulgurayotgan joyi bor mana. Hammasida destruktiv o'zgarishlar. Struktura o'zgarishdan ketadigan o'zgarishlar. Gemangiyoma degan navda yani endi u. Mana gemangoma degani bir nechta qon yaratuvchi suyak ko'miklarini o'choqlarini yig'ilib, suyakning ichidagi mo'rtlashib qolgan suyakning ichida uni bir nechta devorlari bor. Bir to'da devor bor, son cheksiz. O'sha bir nechta devor yig'iladi, devorlar o'rtasida qon yig'ilib turib, bir orolchalar paydo qiladi. Mana shu narsa gemangoma deyiladi. Shunga o'xshash narsalar paydo bo'lyapti. Bu chunki osteoporoz bor, avj olib ketgan. Xo'p, chanoq kompleksi, hatto mana chanoq suyagida ham chanoq suyagi o'zida yonbosh suyagi, dumg'azlarning birinchisi hamma joyda mana degenerativ, distrofik, destruktiv o'zgarishlar bor suyaklarda mana. Mana bu oq, общий yaltirab turgani, ya'ni o'zi svetli deydi ruschasiga. Ochiq yaltirab turgani u yangi yallig'lanib o'zidan hozirlantirayotgan narsa mana shu. Yallig'lanish o'chog'i hisoblanadi. Bu yerda boshqa narsa ko'ra olmaymiz. Sagittal kesimni qo'shamiz. Belizga chap tomondan qarab turgan holatda umurtqa pog'onasining ko'rinishi, uni ikki qismga bo'lishi umurtqa kanali. Kanalning oldingi tomonida umurtqa suyagining tanalari, suyak tanalarining o'rtasida joylashgan umurtqaro disklar, ularning barchasini birlashtirib turuvchi oldingi ko'ndalang bog'lam, bu yon qanoti ham bor, bu yerda ko'rinmayapti va orqa ko'ndalang bog'lam. Umurtqa kanalining orqa tomonida umurtqaning rovoqlari, rovoqning o'rtasida o'zaro paydo bo'ladigan fasitsion bo'g'in va kompensator kattalashib, umurtqa kanalini yaxshigina toraytirib, yallig'lantirayotgan sari bo'lim gipertrofiyasini ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Bundoq qaraganimizda struktura jihatdan umurtqa kanali asli keng. Mana asli keng. Kengligini qarasak, birinchi bir nuqtasi safida uni tabiiy kengligi 16 mm. Beshinchi bir nuqtasi safida uni kengligi hozir nastoящий kengligi 10 mm. 6 mm ga toragan. Toraganligini bunda har kun chizib ko'rsatgan narsadan ham farqini ko'rsatsa bo'ladi mana toraganlik. Uni bilasizlar har kun ko'rayotgan bo'lsangiz. Endi menga yoqmayotgan narsa, mana struktura jihatdan suyaklar birontasi deyarli birontasi bir o'zini joyida turgani yo'q. Ya'ni o'zini standart joyida turgani yo'q. Qarasak, tepada strelka qo'yaman mana. 5 4 3 2 1 12 11. 11-12 ko'krak umurtqasidagi umurtqa disklarida mana orqa tomondan yaxshigina umurtqa disk chiqqan, orqasidan sirazi osteofit o'sib chiqqan. Mana shu osteofit o'sib chiqqaniga kamida 20 yil bo'lgan. Bu degani osteofit nimaga o'sib chiqqan? Umurtqa pog'onasi o'sha paytda ham noturg'un bo'lgan, o'zini stabil holatiga ega bo'lmagan, nostabil bo'lgan. Bu likkillab oldinga nimasi chiqqan, umurtqa disk, uni quvlab unga yetaman deb 15-20 yil davomida mana osteofit o'sib chiqqan. Ya'ni 20 yil oldin ham kamida Feruza opani belida bunaqa turg'un bir statik o'zini holati bo'lmagan. O'sha paytda ham liqillab yurgan mana umurtqa pog'onasi. O'zini joyini topa olmay, o'rnasha olmay. Tushuntira oldimmi? Nimadan bo'ladi bu doktor? Ya endi tushunasiz hozir oxirigacha eshitsangiz hamma narsani. Xo'p, shu narsaning belgisi bor. Keyin bu tomonda mana aynan tepada 10-12 ko'krak umurtqasi orasida mana o'zi orasidagi umurtqa disklardan mana kichkinagina protruziyasi chiqqan. 10-12 ko'krak umurtqasi va 11-12 o'rtasidan ham mana orqadan kichkinagina protruziyasi chiqqan. Ko'ryapsizlar buni. Endi mana
aynan o'sha travma bo'lgan joyi mana udar mana shundan bo'lgan mana. Uchinchi bel umurtqasi mana shunga udar bo'lgan. Udar balki bu tomonda bo'lgan, bu tomonda bo'lgan bilmayman, lekin mana shu suyak ichkariga siljigan. Ichkariga 3 mm siljigan. Buni smesheniya deydi mana. Bu ichkariga siljib aylangan. Ya'ni buni asli chegarasini men chizaman mana. Mana asli umurtqa kanali chegarasi mana. Tushundingizmi? Mana shu ikki suyak siljigan mana shu tomonga. Ko'ryapsiz? Ava. Bu travmadan bo'lgan. Bu qachon olgansiz, qanday olgansiz menga noma'lum, lekin asli buni sababi travma. Travma degani faqat avariya bo'lish emas, o'tirib ham travma olib qo'yish mumkin-da. Noto'g'ri o'tirib ham. Bu travmadan bo'lgan. Xo'p, qanday siljigan desa, undan tashqari mana shu siljigandan keyin bu umurtqalar disk mana. Deylik. Hop, 4-chi, 5-chi, 3-chi, 4-chi bel umurtqasi o'rtasidagi umurtqalar disk mana polnocenniy. Bu yoqqa siljigandan keyin umurtqaning orqasiga chiqib bo'lgan bu mana. To'laligicha umurtqalar disk mana, polniy. Va bu disk o'tirgan. Mana shu bu bilan mana bu 2-chi, 3-chi bilan 3-chi, 4-chi bel o'rtasidagi umurtqalar disk polniy o'tirgan ikkalasi. Va bu yerda avtomatik ravishda umurtqalararo kanal, foramen vertebralis, umurtqalararo kanal ham o'tiradi. Hali buni yonib kesib o'tganda ko'ramiz. Shu belgini ko'rish mumkin. Yana nima? Grija yorilganmi? Grija yorilganda bir doktor shuni dedi. Grijani ikki doktorga ko'rsatdim, bular buni demadi. Hozir aytaman uni ham. Men bilganimcha aytaman. Hop, undan tashqari mana shu barcha umurtqa disklarda umuman umurtqa kanalining oldingi qismidagi umurtqa pog'onasi qismida umumiy yallanish o'choqlari bor. Orqa tomonda ham mana polnocenniy rovoqlar atrofida suyaklarımizda spondilit belgilari bor. Bu yaxshigina bemorga og'riq, noxush hislar beradigan narsa. Hop, bunga ikkinchi kesimni qo'shamiz, aksial kesim deydi. 5, 4, 3, 2, 1. Birinchi va ikkinchi bel umurtqasi o'rtasidagi umurtqa disk. Hajm jihatdan kattalashmagan, o'zini ideal razmerida, uni ichida suyuqligi kamaygan, 60-70%gacha tushgan, migratsiyaga moyil emas. Umurtqa kanali bemalol kenglikda. Mana qarasangiz, trassa u yoqda, uni ichida orqa miya erkin joylashgan. Undan chiqadigan orqa miyadan chiqadigan tolalar uchun umurtqalar teshigi, foramen vertebralis teshigi bemalol mana. Pasitimon ham kattalashgan, lekin juda kattalashgan bilaram. Sari boylamdan mana juda xunuk gipertrofiyasi bor. Nimaga kirib bormaganda umurtqa kanaliga hali. Umurtqa kanaliga kirib borgani, lekin orqa miyani faoliyatiga to'sqinlik qilmayapti hali. O'shancha ham hech qanday belgi bermayapti. Shu joyning o'zida mana mushaklarni qarasangiz, oqargan. Ya'ni oqargan degani atrofiyaga uchragan, yonida uni yog' to'qimasi paydo bo'lgan o'rniga. Bu mielofibroz deydi. Va suyakning o'zida yaxshigina spondilit. Bundan qarasangiz mana sariq bog'lamni umurtqa rovog'iga birikadigan joyda mana umurtqa suyagining rovoqlarini yallanish turibdi mana. Hali belgilar bermagan deysiz, qanday belgi berishi mumkin? Mana shunaqa dedim men. Hozir bir narsani belgi bermagan hali uncha dedingiz-ku. Men aytaman shu narsani hozir eshitib tursiz oxirigacha. Aha. Hop, ikkinchi umurtqa disk. Ikkinchi, uchinchi bel o'rtasidagi umurtqa disk hajm jihatdan umurtqa disk kattalashib protruziyaga uchragan. Umurtqa kanalining ichiga kirib borib, uni bo'shlig'ini toraytirgan. Ichida suyuqligi keskin kamaygan. Aynan umurtqa diskda shu yerda visatasi, balandligi o'tirgan. 2 barobarga deyarli. Chunki umurtqa diskning standartini qarasak, oldingi tomonga grija bo'lib chiqib ketganda bu mana, polniy, chap tomon, o'ng tomonlama. Qorin bo'shlig'i tomonga grija bo'lib chiqqan. Grija bo'lib chiqmagan, no chiqqanda xullas nima bo'lgan? Protruziyaga uchrab. Umurtqa kanali mana shu joyda g'alati toraygan mana. Buni qarasak, umurtqa kanali keskin toraygan. Tepada mana siz ko'rayotgan narsa, mana bo'shliqni qarang. Mana siz bergan savolingizga joyida javob mana. Bu bo'shliqning kengligini ko'ryapsizmi qanchaligini? Ko'rdingiz-a? Ava. Endi pastga tushiraman. Mana ahvolga qarang mana. Bu bo'shliq ham asli mana shunaqa bo'lib, mana. Mana shunday edi pastda, tepada. O'sha bitta 3 sm pastda o'zida
shunchalik toraytirdi bo'shliqni. Bu degani aynan mana shu kirib chiqib turgan narsalar sizni belingizga o'sha joyga lokal achishish, uvishish, hatto yurgan paytda toliqish beradi. Yarim soat, 20 minut yurmaysiz, belingiz toliqib qoladi. O'zingiz hozir ovqatdan chiqqansiz, tanangizda quvvat bor, lekin belingizda quvvat yo'q. O'tirasiz. O'tirib bir 5 minut o'tirsam ham 10 minut ham o'tiraverman doktor. Bir yere yo'q, suyanmay yurib borayotgan joyingizda o'tirib olasiz. O'tirib olgandan keyin 5 minut, 10 minut o'tirsangiz, o'sha belingizga quvvat keladi. Boshqa yerga yurib ketaverasiz, xuddi shunaqa. Shu narsani mana shu bildirishi deyiladi. Boya siz bergan savolga javob shu. Ha, shunday bo'ladi. Mushaklar ahvoli mana bu yerda abgor. Feruza opa yaqin atrofda hali normal bu beli bilan ishlamagan. Hech qayerda menimcha mana o'z ustida ham ishlamagan hatto. Hop, keyingi disk 3-4-bel umurtqalar o'rtasidagi umurtqa disk hajm jihatdan kattalashib protruziyga uchragan, umurtqa kanal bo'shligiga kirib borib uni bo'shlig'ini toraytirgan, stenozga sabab bo'lgan, ichida suyuqligi keskin kamaygan. Umurtqa kanali juda tor umurtqa kanali ichida orqa miya qiyinchilik bilan joylashgan, undan chiqadigan ildizlar uchun foramen intervertebral teshigi umurtqalararo disk darajasida toraygan. Mana o'sha disk darajasida toraygan. İnşallah bir yerden olmuyor. Hop. Kanal keskin tor, fasetsimon bo'g'im mana gigant darajada kattalashib ketgan. Kanal keskin toraygan. Bu nimadan dalolat beradi? Xoladimi Feruza opada pannotsini belida toliqishlar keskin ortib ketadi mana shu joydan. Keskin ortadi. Yaxshigina ortadi. Hop, keyingi disk spondilartroz bor fasetsimon bo'g'imlarda. Keyingi disk L4 L5 umurtqa hajm jihatdan kattalashib protruziyaga uchragan, umurtqa kanalining ichiga kirib borib bo'shlig'ini toraytirgan. Ichida suyuqligi keskin kamaygan. Bu amazatsion xususiyati pasayib ketadi, buni bilamiz hammamiz. Umurtqa kanali tor umurtqa kanali ichida orqa miya qiyinchilik bilan joylashgan, undan chiqadigan ildizlar uchun umurtqalar teshik ham kichkina, faqat umurtqalar disk darajasida. Fasetsimon bo'g'im gigant darajada katta, uning ichida bo'g'im suyuqligi kengayib ketgan va ichida suyuqligi kam, spondilar artroz belgilari bor. Spondilit rovoqlarning yog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Hop. Keyingi disk L5S1. Bunda ham xuddi shu holat. Bu yerda g'ayritabiiy ravishda menga yoqmaydigan mana rovoqlarda o'zida, fasetsimon bo'g'imda, uning tabaqalarining hammasida juda kuchli suyaklarda destruksiya bor. Struktura o'zgarib ketgan, shakli o'zgargan. Bu juda kuchli yallig'lanish degani bu. Bu yomon og'riqli narsa. Xola o'zi biladi hozir mana shu dum g'azasidan ko'pishning tepasidan bir kimdir qo'l bilan tepib kelsa dod deb sakraydi mana shu xola hozir shuni og'rig'idan. Hop, mushak tizim ahvoli o'ta og'ir mana kichkinagina mushak, yosh bola mushagidek bo'lib qolgan. O'zi ichini qarasangiz bir 90% yog' buni. Bu degani umuman bu mushak ishlamagan degani. Biz ishlaganmi degan savol tug'iladi. Feruza opa. Lay. Nechi kilosiz? 80. Ishlamabsiz-da. Shunaqa. Feruza opa, pastda yaxshigina yallig'lanish bor. Bu yallig'lanish sizni rosa dodlatadigan, sizni siqib qo'yadigan. Shunday. Oyog'ingizdagi ishlash beringizdagi muammolardan. Bu yerda umurtqa kanalida ikkilamchi stenoz nimada bor? S1dan pastda polnotseniy totalniy blok bilan. Bu asosiy beradigan belgisi belda qotish bo'ladi. Bitta pozitsiyada o'tirib qolgan paytda turib ketaman desa bel ushab qoladi. Sekin turib ketish kerak bo'ladi. Mana shu umurtqa kanali ikkilamchi stenozdan bo'ladi. Yo'qta yerimdan ham zo'rdan turaman. O'sha belni qotib qolish deyiladi-da. Qotib qoladi. Endi tizza
Sizda nima bezda qiladi? Qachon udar boshlangan? Tizzada 10 yildan buyon shu diz chanakimni yuqori taraf bir nuqtasi boshda sanchib yurdi. Zinadan chiqsam ham sanchib yurdi. Keyin ko'palib oyoq o'tirsam ham og'riydigan bo'ldi. Hozir shu yerim yo von yuqorisi yo bon yuqorisi bir nuqta bir narsa do'shib chiqacakdek bo'lib og'riydi. Buklab o'tirib bilimman dizimni. Mana tizzada o'sha 2-darajali ko'ks artroz bor. Tizzada suyak darajasi hali o'ng tomonda rasmda mana qarasak, polni mana nima? Oqarib, ko'karib, boshqa rangda, boshqa tusda turgan joylar mana polni. Bular yaxshigina o'zidan asorat qoldiradigan narsalar mana. Polni. Osteoporoz asorati bu. Minskda razrivni men ko'rmadim. Razriv bordir, uzilgan joyini men ko'rmadim. Ko'rolmadim balki, men bilmasman uni. Lekin tizzada yaxshigina ko'ks nima bor? Gon artroz bor, artroz 2-3-darajali artroz bor. Uchga ham o'tgan bo'lish ehtimoli bor. Buni bemor o'zini oyoq qo'lini ushlab ko'rib, buni bilishimiz mumkin. Yaxshigina mana trishinalar hamma yuzasida, past yuzadan tepa yuzada ham o'sha kamida 2-darajali artroz bor, gon artroz bor. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Bu yerda qattiq operatsiya qiladigan narsa ko'rmadim. Bursit bor. Biroq o'zida mana haftada suyuqlik yig'ilib turibdi. Ha, suyuqlik bor oyog'ingizda dedi. Mana aytib turibman-ku, shunisi aytmasangiz ham men o'zim aytdim-ku. Ha. Yine ishlatib oyog'imni darpat indatirib oyog'im nima desam Siz ko'rsatayotgan narsani ko'rmadim hozir. Siz tasavvuringizda faqat men ko'ryapti deb o'ylaysiz. Ha, bukib yozdirsam bor oyog'imni bu kaftimni qo'yib shakir etib ses chiqadi. Artrozda shu. Hozir shaqir deb chiqayotgan bo'lsa, bir shu kechda davom etsangiz, davolamasangiz 3 oydan keyin qasir-qusir bo'ladi. Keyin yana bir 6 oydan keyin uzoq 1 yildan keyin umuman harakat qila olmaydigan bo'lib qoladi. Bossangiz shunda nina bilan ichidan nina tiqib turgandek bo'ladi. Unda davolanishim shartda. Albatta. Nima maslahat berasiz shunda menga? Davolanishni maslahat beraman, boshqa hech narsa maslahat bera olmayman. Belimda uz ustida ishlamabsiz dedingiz-ku, bunda mashq etishni nazarda tutdingizmi? Undan to'g'ri foydalanishni nazarda tutdim. U beldan to'g'ri foydalanish kerak edi-da. Beldan to'g'ri foydalanish kerak edi. Bel hozir endi mashqlar bajarsam bo'ladimi bel bilan? Ya hozir bo'lmaymi? Hozir o'zing to'g'ri yura olmayapsiz, qanday mashq bajarasiz? Qanday mashq bajarmoqsiz? Bilmasam. Davolanish kerak. Mayli. Davolanish kerak deyman. Nima savolingiz bor? Nima tushunmadingiz? Tushundim. Men inan bu bir yana shu internetdan bu zarchava, zanjabil, dolchin degan narsalarni bol bilan aralashtirib ichib yuruverdimdan, ichib boshladim endi 3-4 kun bo'ldi. Shu narsalar paydo beram ekan. Foyda qiladi, lekin siz ko'zlaganchalik foyda qilmaydi-da. U boshqa mana bunaqa narsa-da. Qanday misol tushuntirsam ekan sizga? Miqdori yetmaydi-da uni. Biz o'sha tabiiy usul bilan davolanish va dorilarni ishlatib turib qanaqadir operativ davolanish chegarasini biz bilmaymiz-da umuman. Qat'iy chegarasini bilmaymiz. Tushundingizmi? Kimdir operatsiya qilish shart emas bo'lgan joyda operatsiya qilib o'tiradi. Kimdir operatsiya qilib, unga qat'iy radikal yechim kerak joyda mana bu o'tirib o'tlarni damlab, oyog'iga surib, yelkasiga surib, beliga surib o'tiraveradi. Unga o'sha operatsiya qilish kerak, boshqa iloji yo'q degansan, shunda o'tiraveradi shunaqa. Menda operatsiyalik emasmi? Ikkisam belam, oyoqim. Yo'q. Davolanish kerak. Faqat fizioterapiya mumkinmi bulara? Hamma narsa mumkin, faqat uni kerakli joyda, kerakli maqsadda
ma'lum bir yo'nalishda ishlata olish kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Menda endi siz tarafga borisha imkoniyatim yo'q-da. U Ish savolga o'rnida men javob bera davolandim. olmayman. Bu savolga men javob bera olmayman. Mayli, bir yo'lim tushib borib bilsam borarman, yo'masa ishda davolanarman doktor. Inshaalloh. Sizga katta rahmat doktor sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.